Moskvani sentridan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan 50 tadan 100 ta odamga 50 ta razn rabochiy hamda 50 ta kompyuterchi uchun vakansiyani itidan topib qo'yganman. Oylik ham 120 ming rubldan boshlab, ya'ni bu degani hozirgi kunda salkam 1,5 ming dollar 200 ming rublgacha ishlab topish imkonini beradigan zo'r ish chiqaryapman. Videoga bitta like bosing va videoni musofir tanishlaringlarga Moskva hamda Moskovskiy oblastida ish qidirib bo'lgan jigarlarga srochni yuborib qo'yinglar. Demak, biz yangiligimizni boshladik jigarlar. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhurda musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammanglarga xayrli kun. Jigarlar, mana sizlarga erta tongdan ishni zo'rini chiqaryapman. Onasi o'pmagan ish. Rossiyaning Moskva shahrida metro Fistex 10-liniyada, agar yo uni topa olmasanglar, metro Altufova 9-liniyada turibdi. Ana shu joyda Vkusvil skalatiga kompyuterchi hamda razrobochi gruzchiklarimiz kerak. Xo'p, 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan gruzchiklar oyliklik ular bezab yomishlaydi. Gruzchik hamda razrobochilar. Bu akalarimiz oyligi agar hamma rasxod kompaniya qilib beradigan bo'lsa 1000 dollar ekan oyligi. Agar yo'q, rasxodlarni o'zim qilib olaman deydigan bo'lsangiz 1200-1300 dollar ekan. Ya'ni bezabiyom 80 mingdan boshlab o'sha 120 ming, 110 ming rublgacha. Endi gruzchilar o'zingizlar telefon qilib kelishib olasizlar. Endi kompyuterchilarga asosan yoshlar kerak ekan. Xo'p, 18 yoshdan 35-40 yoshgacha erkaklar faqat. Ayollarga ish yo'qmi deydigan bo'lsalar, kommentariyada birinchi silkada Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga o'tsanglar, o'sha joyda ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham 18 yoshdan 70 yoshgacha hamma ishlarimizni Telegramga joylab qo'yganmiz. Demak, kompyuterchilar ish vaqti ertalab soat 3dan kecha soat 3dan ertalab soat 3gacha, ya'ni national smenada, yo bo'lmasam 1-2 larda ham tugab qolishi mumkin. Xullas shunaqa основной national smena. Skalatni Vkusvil nomi va bu oziq-ovqat skalati bo'lgani uchun mana video jarayonida ko'rib turibsizlar, harorati +3 +4 gradus. Ish grafigi siz ishga chiqqan kuningiz oylik yoziladi. Bitta korobka pikingiz 3 rubl jigarlar. 1000 ta uradigan bo'lsangiz 4300, 2000 ta uradigan bo'lsangiz 8600 rubl. Xullas, ko'ryapsizlar, bir kuniga bemalol 5000 rubldan 8000 rublgacha mana shu joyda aynan ko'rib turgan bolalarda ishlab turishibdi. Va kompaniya sizlarga nima beradi deydigan bo'lsalar, kompaniyaga yotoq joy bilan ta'minlaydi va bepul obed beradi. Mana bolalarni ko'ryapsiz, yotoq usloviylari juda ham ideal, yotog'i haqiqiy puliga arziydi. Nimaga desanglar, bu yotoqdagi usloviyalarni ko'rsanglar, haqiqiy zo'r puliga stoyid. Mana shu yotoqxonani o'ziga registratsiyaga qo'yib beradi va bu yotoqxona uchun oyligidan 13500 oylikdan ushab qolar ekan. Registratsiya mutlaqo bepul o'sha joyga qo'yib beradi. Abetilar mutlaqo tekin kompaniya hisobidan mana sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Oshxonada halol sertifikatli o'zimizga powerla tayyorlaydigan halol ovqatlar. Bemalol iste'mol qilsanglar bo'ladi, mutlaqo tekinga. Kompaniya oyligingizni bir oyda 2 marta beradi, chunki ofitsialniy ish. Ofitsialniy ishda oylik 2 marta bo'ladi. Bir marta avans, bir marta oylik. O'shanda 10-chislo, 25-chisoda siz oylik avans qilib to'liq oyligingizni olasiz. Va undan tashqari har hafta avans beriladi, pulidan muammo yo'q. Siz faqat ishlab bersangiz bo'ldi. Endi ko'ryapsizlar, kompyuterchilar o'ziga bog'liq qancha bir kunda pul topishi. Kuniga 8000 rubl topadigani ham bor, kuniga 4000 rubl topadigani ham bor. Endi o'shancha oyligini sredni 120 ming rubldan 200 ming rublgacha deyapmiz. Albatta ishtiyoqingizga, harakatingizga bog'liq. Moskva yoki Moskovskiy oblast patent bo'lishi shart. Bu ishimizga dokumentsiz hech qanaqasiga qabul qilmaydi, ruskiy firma. Puliga aldamaydi deyapman. Shuning uchun Moskva yoki Moskovskiy oblastida yurgan akalarimiz, kompyuterchilar 18-35 yoshgacha yo bo'lmasa 40 yoshgacha, gruzchilar 60 yoshgacha akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, Moskva yoki oblast patent farqi yo'q. Glavniysi ofitsialniy ishlashga yetarli dokumentingiz bo'lsa bo'ldi. Mana ikkita nomer qo'yaman. Ertalab telefon qilasiz, kechga telefon qilasiz. Qaysi payt telefon qilishingiz uchun mana ikkita nomer qoldiryapman. O'shaning uchun adashmasdan telefon qilaverasizlar yoki Telegram, WhatsApp, Max'dan bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hozir bizga 50 ta gruzchik razrabochi kerak, 50 ta kompyuterchi kerak. Srochni vakansiyamiz to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iltimos tezroq harakat qilinglar va mana bu ekrandagi nomerlarga hoziroq aloqaga chiqib o'z joyingizni band qilinglar. Mana shunaqa ishlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zuhurda musofir kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz musofirlar uchun mana shunaqa ajoyib ishlarni chiqarishda davom etamiz. Sizlar bizani qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kommentda omad Zuhurdan so'zini yozib va qayerdan qanday ishlarni chiqarishimizni xohlasanglar, buni ham albatta komment yozib qoldirsanglar, biz kelgusi efirlarimizda sizlar uchun mana shunaqa ishlarni tayyorlab boramiz. Sog' bo'linglar musofirlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ish bo'yicha savol va o'zingizlarga qiziqtirgan ma'lumotlarni olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.